Assalamu alaykum, hörmətli anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning şifalıq doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema tuz va sho'r paxta. Tuz va sho'r paxta. Tuz haqida Şifalıq 110 giyoh nomli kitobning Aman bobida oz-to'la hikoya qilingan edi. O'ylab baqsam, u to'liq emaskan. Chunki inson hayotida tuzning oziqlik rolidan tashqari shifoliq xususiyati ko'p. Ba'zi olimlarning ta'kidlashicha, inson organizmi tuzdan o'ziga kerakli 12 xil moddani oladi ekan. Uningdan tashqari inson hayotida har xil favqulodda ishlarga yo'liqmay qolmaydi. Shunga tuz o'ziga xos shifoliq xususiyatini ijro qiladi. Masalan, odam bir yerda teyilib, putlashib yoki boshqa bir ma'lum sabab bilan yiqilib, biror a'zosini qayirib olsa, chiqarib olsa yoki sundirib olsa, shundaq ahvolda ata-bovo sunuqchi vazifasini ado qilgandan tashqari sho'r paxta qiladi. Uning vazifasi chiqqan, zaxmlangan yerga seriq suv yig'ilib qilishning oldini oladi deb hisoblaydi. Sho'r paxta tögi yo'ngi bo'lib, u shakrab suvga chilinib ishlatildi. Baxtga qarshi tögi yo'ngini hamma yerdan tepish mumkin emas. Bundaq favqulodda ahvol yuz bergan chog'da bir tutam amanni chelakka silib, ustiga biror o'chum tuz quyib, qaynatib, a'zo ko'ymigidek darajaga kelganda qaynatmaga zaxmlangan a'zoni silib 15 minut o'ltirgan yaxshi. Qisqasi, aman bilan tuz oson tepiladigan dori. Unumi nihoyat yuqori. Gapimni isbotlash maqsadida tövanda ba'zi misollarni keltirib o'tmoqchiman. 1970-yili aprelning o'ttirlari edi. Toshkent Soz yezisida tuqqanlardan biri olamdan o'tib, uning jinoza namoziga qatnashishga to'g'ri keldi. Yeshi 90dan eshib qolgan Jabbor ismli Shiram tuqqan Mo'tvar buvayning o'ng putining yuzlari küpdak ishib mangolmay qopti. Qabristonlikqa berib dafn ishlariga qatnasholmaydiganligi uchun puchulanib ko'z yosh qilyotdi. Ko'nglini yasab, o'ltirg'izib qo'yib ketdim. Tuproq beshidan qaytib, Qur'on o'qilgandan keyin o'rindiqda o'ltirgan buvayning yeniga keldim. "Cho'ng dada, putingizga nima bo'lgan?" deb so'radim Jabbor buvaydan. "Qaranga, kasofat bir kechada mushundoq ishib ketmamdi", dedi buvay soqolini titritib. "Cho'ng dada, kechirasiz. Putning bir kechada mundaq ishib ketishi mumkin emas. U qachondir bir vaqt zaxmlangan. Yana siz buningdan xili yil avvalla putingizni ya mashinadan ya harvidan sakrab og'irtib olgan. Yosh cho'ngaygan sari u kasofat o'zini ko'rsatgan gap." "Ey tong, hech yodimda yo'q. Ya shundoq bo'lishimi mumkinmi?" "Mumkin. Sizga biror soat vaqt beraman. Obdan o'ylang. Ondan davolash osonga tushdi." Aradan biror soat o'tib, buvayning yeniga keldim. "Kamoliddin balam, buningdan 10 yil ilgarigu deyman. Tal chepib kelay deb sasliqqa borgan edim", deb boshladi buvay hikoyasini. Qarmuzdan jaynakda ko'tak chiqib turgan ekan. Bu quruq ko'takni paltining juldisi bilan urib chiqarib olmaymanmi degan o'y bilan paltini shundoqli ko'tilib uruvdim. Ko'takdan qonqib putimga tegmasmi? Ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Keyin og'riq besildi-da, ishimni tugatib qaytibdim. Dal mush putim. "Yo siz degandek shuning ta'sirimi bu?" "Dal shuning o'zi cho'ng dada. Og'riqning sababi ma'lum bo'ldi. Endi uni davolashmasan", dedim men qizg'in kayfiyatda. "Uyinglarda molga beradigan qora tikan tuzdan bormi?" "Qiziq bola ekansiz", deb kuldi Jabbor buvay. "Bilmaydigandek, meli yo'q odamning uyida qora tikan tuz nima ish qiladi?" "Abdusayid degan kishi. Meningda bor, qanchalik kerak?"
deb so'radi. Men "Muştumdek bolsa kifoya" dedim. Shuningdan keyin bovayni tonishlardan birining mashinasiga o'ltirg'izib, men sal turib boraman deb yo'lga soldim. Әтияз bo'lg'ini bilan havo issiq edi. Shunga әмән o'sib, yerning ko'kini elib qolgan edi. Yo'g'on bir әмәnni gurjak bilan qirib oldim-da, gazetga o'rab Jabbor buvayning uyiga bordim. Buvay to'rt ko'zi bilan kutib o'ltirgan ekan. Bir koni chilakka yarim chilak suv oldim va uning ustiga әмәn bilan tuzni silib 15 minut qaynatib, og'zini yepib sovutdim. Qaynatma put köymügüdek derecede soğuganda bovayni o'rindiqda o'ltirg'izib, putini chelak salg'izdim. 15 minutdan keyin bovayning putlarini surtib, noskisini kiygizib, yotqizib qo'ydim. Uyqu degan o'limdek bir narsa-ku. Kechisi ichilib qilib, so'g'uq tegmisin dedim. Cho'ng dada, atigan soat 9da kelaman. Hech yerga chiqmay meni kutib o'ltirib turing, ha? deb topildim buvayga. Çay pay içip, şundaqlı qarasam, saat etigen saat 9 bo'lay deb qapti. Bovayning uyiga qarab yugurdim. Bovaymi o'ltirolmay, kiyinib, ko'chaga chiqish maqsadida hastayqini әмділ qo'lga olgan ekan. "Putqandaq?" dedim men salom soatdan keyin. "Voy jinim balam, qo'llaringizning munchalik oltin ekanligini tam mush kungacha bilmay yuribdiman" deb bovay mening qo'llarimni suyib, ko'z yosh qildi. Kecha yaxshi uxladim. Tünügünlerge qaraganda ishqmu xelili yandi. Kiyinib nega mangan? Nega mangan deganingizni qarang, dedi buvay ko'zlaridagi yoshni qo'l yog'lig'i bilan surtgan holda. O'lim chiqqan uyga bormasam bo'lamdi. Biz urug' tuqqan tursak. Bo'ldi, xotirjam yetavering. Buguncha ahvolingizni hamma tushunib, holingizga yetyotidi. Bir kunga javobini men beraman. Vay, bir jiningga ming jon bergur, rahmat. Balalaringizning yaxshiligini ko'rarsiz ilohim. Uydagilarga sizning gapingizni tingshaydi. Shundimi sat bo'lamdikin deyman balam. Buvay ko'zlarimga yarador kiyikdek mo'l qaradi. Bo'ldi cho'ng dada, kelishdik. U uydagilarga ahvolni deb qo'yaman. Özüm kechqurun yana bir kelib ketaman. Mo'tavar buvay nailoj karvatiga qarab mandi. Ertasi degan buvay o'zi yer dasab kelib, oldi bilan menga salom berdi. Ba'zilarning buni balki bir tasodifilik deyishim mumkin. Tuz bilan әмәннең shifoliq xususiyatini uningdan boshqa bemorlarga dori qilish jarayonida sinab ko'rdim. Hammasining unumi nihoyatda yuqori bo'ldi. Gapimni isbotlash maqsadida yana bir tajribani eslashga to'g'ri kelyotdi. Qo'ram yezisidan Abdujalil ismli 60 yoshdan oshgan bir tuqqunimiz bir putiga o'tuk, bir putiga kalash kiygan peti egiz pes dasab ketdi. Bu yangi modani ko'rib, tuqqunimga chaqchaq qilib kuldim. Qo'ramda shaxsiy qo'yi borlarning qator podisi borligini biletdim. Bu jihatdan Abdujalil akaning qo'li quruq emas edi. Navbat uningga ketdi. Abdujalil aka etiga minib qo'yning keynida yuribdi. Bir vaqtda dalada qo'ylar petrab ketibdi. Abdujalil aka atni chaptirib, qo'ylarning 3-4ni yig'ib yurganda at yiqilib, akamizning puti at ostida qilib sunibdi. Sunuq chisabdi. Öydikilari g'odonshib turib olgandan keyin tishini tishlab Almataga qarab yo'lga chiqqan ekan. Bu og'riqni bir hafta ichida bir taraf qilmay bo'lmaydi, dedim men uning hikoyasini anglab. Shundoq yurish cho'p-cho'ng odam uchun satqu. Qani, oldingizga keldim. Hunaringiz bo'lsa ko'rsating, deb umu bosh kelmadi. Uyda doktorxonadan olgan bir paçka әмән bor edi. Shuni berdim. Uyinglarda malga beradigan qora tikan tuzdan bordi, dedim men. O'ttirichelak suga bu әмән talqinidan cho'ng qo'shiqda lippidishkini, o'zingizning tutamida bir tutam shu tuzdan silib 15-20 minutcha qaynating. Oqshimi yetish oldida qaynatmani put ko'ymigidek darajada illatib, putingizni chilab
15 minut o'ltiring. Siz cho'ng odam, so'ngakning tutishi osti bo'ladi. Shunga dorini uzmay bir hafta foydalaning. Kechisi qilgan dori yaxshi, chunki tala tuziga mangmaysiz. Harakat yo'q. Abdujalil aka amanni elishni oldi-yu, ammo menga ishonmayotgandek qilib qaradi. Men ilojning berish ishondirdim. Aradan yarim oydan oshiqroq vaqt o'tib, uyga Abdujalil akaning qizi keldi. Men ota-onasining ahvolini so'radim. Dadam siz bergan dorini shu kuni uyga kelibla tayyorlab, kechisi putini chilab yatdi. 10 kunga qolmay tayiqini tashladik deyman. Hozir har ikki putiga o'tib kiyib yuridi. Sizga rahmat ayt dedi qiz. Tuz va amanni sinoq sifatida men dastlab o'zimga ishlatib ko'rgan. Ma'lum sabab bilan sol putimning o'shqidan chiqib ketdi. Dastlab uni sunuqchi salgan. Keyin u odatlangan chiqiq bo'ldi-da, endi uni o'zim silib oldigan bo'ldim. Lekin u jinimga nihoyat patdi. Keyin o'ylab tuz bilan amanni aralashtirib, qaynatib, 3-4 kun uda vanna ilib edim. Odatga aylangan chiqiq degan tamoman to'xtab qoldi. Ishonmasangiz, o'zingiz ishlatib ko'ring. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishayli. Salomat bo'ling.